O'shalar haqida ma'lumot bersangiz, men ham o'rganyapman. Aka bundan emas, 100 foiz ya. Jaysan bilan Sagalchik. Jaysan bilan Sagalchikdan. Bu Jaysan bilan Sagalchikdan o'tayotganda qanaqa u avtobus alohida, yo'lovchilar alohida o'tadimi yo yukli chegaradan necha soatda o'tasizlar hozir? Xitoyda ham Xitoy bo'ladi, hozirsi bo'ladi. O'zbekistonning hozirsi tushuntirilgan. Aha. U yo'lda farqi. Mana biz hozir Toshkent Moskva 2,5 sutka deb ma'lumot beryapmiz. Shu 2,5 sutkada borasizlar. Agar chegaralar yopilib bo'lmasa, bilet bilan yurasiz. Keyin mana ana kolonkami degan joyi so'rashyapti. Kolonnami? O'sha yerda o'tasizlar. Xo'p, Novoyasiyskiy metro Katilinga boryapsizlarmi, bormayapsizlarmi? Katilinga ham borasizlar. Katilinlik 4 avtobusdan bittasi o'sha hamma Katilinga boradi, bittasi Novoyasiyskiy ketadi. Qolgani o'sha tapaga. Birinchi qayerga boryapsizlar? Katilinga boryapsiz. Hamma birinchi Katilinga boradi. Birinchi gradius u bitta faqat o'sha Novoyasiyskiy avtobusiga borib qaytib keladi. Yana qaytib Katilinga keladi. Katilinlikda ham chiptaxonalar bor. Avtovokzal, bilet olib, xuddi O'zbekistonga o'xshab, yoshlar avtomobilga o'xshab, bilet olib keladi.